Savol: muzoraba haqida ma'lumot bersangiz, foyda va zarar qanday taqsimlanadi? Agar men adashmasam, zikr ahlidan so'rayning oxirgi sonlarida muzoraba to'g'risida to'liq yaxshi bir ma'lumot chiqdi. Muzoraba degani ikki odam hamkorlikda ish olib boradi. Biridan pul, ikkinchisidan mehnat bo'ladi. Biridan pul, ikkinchisidan mehnat bo'ladi. Ana shu hamkorlikni avvalo shu boshlanishidan hujjatlashtirish kerak. Guvohlarning oldida yozib, biz ikkovimiz muzorabaga ish qilyapmiz. Pul Ahmaddan bo'ladi, mehnat Mahmuddan bo'ladi. Buncha pul qo'shilyapti. Bunga falon ishni qilamiz. Tushgan foydani quyidagicha bo'lib olamiz. Yarimga yarimmi, yoki boshqachami aniq qilib qo'yish kerak. Keyin foyda tushganda nizo chiqmasin. Nizo chiqmasin. Aniq qilib yozib, chizib, demak guvohlarning oldida bir nusxasi demak pul bergan odamda tursin, bir nusxasi mehnat qilayotgan odamda tursin. Allohdan tilab halol pok mehnat qilsin. Tushgan foydani o'sha shartnomadagi belgilangan miqdorga qarab bo'lishadi. Ana shunda inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi.